kishilar orasida chaqimchilik qilmang. Chaqimchi jannatga kirmaydi. Oldingilar chaqimchilarni iblisning elchisi deb aytishardi. Bugun qariyb hammamiz chaqimchimiz. Birovni yaxshiligini ko'rsak, tarqatmaymiz biz. Birovni yomonligini ko'rsak, har joyda gap qilib yuramiz. Birov chet elga bordi. Yaxshi ishlab keldi. Mashina olibdi. Yangi imorat quribdi. Jim hamma. Hech kimga aytmaydi. Mabodo u o'sha yili qaysidir kasal bo'lib, qaysidir holat bo'lib, hech narsasiz kelsa, hamma joyda gap qilamiz. Faloncha chet elga boruvdi, hech narsasiz kelibdi. Quruq kelibdi, kasal bo'lib kelibdi, pulini ola olmay kelibdi.